Dilnoz opa, ko'payib ketmadimi narsalar? Yo'q, nimaga? 3 ta dona narsani qo'yib skidka qilishni hamma ham biladi. Stolda kerak bo'ladigan hamma narsani qo'yib turib skidka qilish bu boshqacha. Qizlarjonim, biz ham skidkada stol nabor yig'dik. Bu naborimizda bagemamiz bo'ladi. Oxirgi dizayndagi bagemalardan 8 ta chaqi, 2 ta shokolad, 2 ta ho'l mevasi bo'ladi. Shibata firmasidan 12 kishilik 60 predmetlik xohlagan gulingizni tanlab olasiz. Yangi dizaynda shunaqangi juda chiroyli fujurimizdan 12 ta bo'ladi. Martinkasidan 6 ta bo'ladi. Pechonitsamiz bo'ladi albatta. Busiz iloji yo'q. 4 ta bervamiz. Keyin ichi rozvoy ko'lbali 1 litrli chiroyli kelinchik termosimiz bo'ladi. Temir ruchkali originalniy 2 talik patasimiz bo'ladi. Va bo'lgan mahsulotimiz podstavkali 12 ta qoshiq, 12 ta vilka, 12 ta chaynik shunaqa qo'shib nabor beramiz. Bu narsalarimizni hammasini narxini 2.350 ming chiqardik. O'zbekiston bo'ylab dostavka xizmatimiz bor. Bemalol zakaz bersangiz bo'ladi.